Dostlar, oyunu qilib beradim sizlar. Qat, yot, qat. Biz bu kichik vaqtimizda shunday o'ynab keldi. Sabo deymizmi, bundan sonra. Hozir o'ta kutib qarsam, mulozimda faqat pis-pislar o'yin o'tiribdi. Shunda beklar kichik vaqtim esimga qoldi. Ko'z oldimda ba, shuni hozir mishal bir ko'rib, işte bir xilliqqa ta'sirlanib qoldim. Shuni bir film tatayib, shuni tasvirtirib do'stlar qaranglar. Shunda xushal xuram. Hozir shu turmushdan alakchidagida kuni ishlatimiz, kechgacha ishlatimiz. Qaranglar. Voyim. Ana yaxshimi qanday ahvoling tinchlikmi? Kelib qolibsizlar bu tarafga. O'ta kutag'ach qarsam, bo'ldi o'lishib ketgandim shu qanday saqlab qilsam, o'yin qilgan turganda qildi. Kelishimada shu nemish qilganda. Kayfiyat bir tanshaylar. Vallahi bir adabiy san'at fəaliyyət o'rlashtirildi bada shu o'ynatimiz. Ma bulg'ashgan. Hozir qaysi bir korxona mushtaq qildi do'stlar o'ylab beqinglar. Mush bolalarning xizmatini qo'yib, chiqib o'ynatib mushtashlarni hozir kim qildi o'ylanglar. Bikaga chiqmagasizlar boshqa sebeplen badua çıkan yapıyor. Biz mulazim sımıda yenidən bir etibar türlerini yolu koygan. Şunu bir şipin tatkaç da işlemek boğan dostlar bildirgiler. Onun kendini şunu orlaştırıp kılvatımız. Anlap baksak bulturuz biz mi? Biz mulazim sımız işlemek boğan, ben işlesem bolat degen dostumuz 12. ayının 12. günüsten başlayıp kirgen. Biz mulazim sımız kirip işlemek boğan dostumuz tunca aydaki 300 koyun 350 koyunca ama şu vermeye şart kamal ilip paylanıvatkan icabı dempin yani lidiyencinin özüne mulazim sımız yeni kirgen tunca ayındıqına haksız koyup verimiz balaga. Anaş bu dempin deganlar mush toksiklikka qo'ydigan dempin mi? Mush vermeye işlevatkan bala tamaq to'shigan balalar bildash motor ilip silab masalan yüzünü ilip işletigan dempin şu ijarasi eng to'yin bo'lgandim 350 300 koy chiqadanda. Shuning o'zini biz ko'tarib mulazim sımız pulini to'lab tunca aylıqını mush motorati dempin yo'qda toki yetmaydi degan balaga biz haksız qo'yib beramiz bala pul topson deb e'tiborni yo'l qo'ydik. Mana do'stlar, yaxshilik degan mushunda bo'ldi do'stlar mana. Shunda e'tiborli faoliyatlar barkan shu yenkagan shu xizmatchilar qarta. Undan boshqa mulozim sumizda muqimmash, yana shu erkin azat zakaz qarta ikki xil bag'olish bilasizlar. Shu muqimmashning o'ziga bir oy o'lchimlik ishlagan do'stimizning o'ziga 4000 ko'm muqimmash beramiz. Uningki zakaz o'lchim yo'q do'stlar. Cho'qim ya 30 tosh bersiz ya 40 toshimiz muqimmashning chiqmaydi degan gap yo'q. Zakaz mansam bo'ladi erkin azat o'zimniki mang'im qarta mashasam bo'ladi degan do'stimiz qara zakazniki yiroq yiqiliq qarta yana oshxona bilan xidan bo'lgan araliqqa qarta 4 koy bir moddan başlap 45 koygacha müşte o'rlashtiribmiz. Mulozim sumizning va'dasi eng to'yin bo'lganim yetkazishning maoshi 3000 dan 3000 chiqishi biz kabolat qilamiz. Biz zakaz qilmaganimda muqim maosh qilmaganmiz maosh eng yaxshi chiqadi bizning shirkatda. Adash undan keyin shu qizoqol cheklanyapmi? Real cheklanmaydi, qizoqol cheklanmaydi. Yesh o'lchim 18 yoshdan 45 yoshgacha. Bu yataqlamadash biz shaning qaq markazni yana shu Tursanning oldidan yataqni maqsad o'rlashtiribmiz. Yataq bormi degan do'stlar, ikkilanmay kirsanglar bo'ldi. Mana do'stlarim shu bir qator tushuntirib qo'ygan bo'ldi. Agar xizmatsizlar do'stlar foydalanib qolsanglar bo'ldi ekan, yetaqnim ko'taraydi ekan, undan boshqa shu qizoqol cheklanmaydi ekan 18 yoshdan 45 yoshgacha do'stlar. Adash toksiklik bo'lmay qolib qolsa bu ne qanday deyishimiz? Toksiklik bo'lmay qolib qolsa kirsa biz eng to'yin bahada deyishib appasak, ani o'zimcha ishlab qaytsa, demponing tunjayligini biz maosh chiqib bo'lguncha yaxshi biz qo'yib beramiz emasmi? Mana do'stlar, endi shu mulozimga kesib chatim motordan toshqizgan ekan, endi bunda toksiklik satadigan yerlar tanishlar jiq. Shu finchiq appasimi bo'ldi keyin mushal qilib bergan do'stlar mana motosikletni. Pul sezonlar to'layotgansizlar ekan. Shu temponi tunjayligini shirkatdan ko'taradi ekan. Shunga shu bir ishlab baqsam bo'ldi, bir sinab baqay degan do'stlar olib qolsa, mulozim tamaqa kuchsiz kelsanglar bo'ldi. Adash olib qolsam aloqasiz numaral deb qo'ysanglar, boshqalar aloqalashasizlar ishlab qolsa. Aloqalash telefon nomerim 186 99 89 93 92 186 99 89 93 92 telefon qilsanglarmi, Vision qo'ysanglarmi bo'ldi. 24 soat telefon ochiq. Do'stlar, shu numar aloqalashsanglar bo'ldi ekan. Undan qolsa bir xizmat ehtiyoj do'stlar, aloqalashinglar xizmat topmoqni bek tezlashib ketib Agarda shu xizmat ishlab baqsam bo'ldi deb qolsanglar, shu numar aloqalashsanglar bo'ldi ekan do'stlar. Shu numar atrofimizda do'stlar taqib qo'ysanglar, men yana ko'raveramiz. Ma'qul, biz ko'raveraylik.